Ya hozir qo'yamiz uni. Kel. Kel Islom, kel. Shu bilan chaqir. Kel bu yoqqa. Qo'yamiz. Kel, mana Abdulhay jo'natinglar. Kel. Hozir qo'yib tursa hozir olish. Ikkita oshnani o'g'li. Ana tushunding? O'ng qo'limda mahalliy palvon Abdulhay palvon, chap qo'limda Shamshad palvon. Bularni ham solimi yaxshi olishadi. 200 ming so'm. Usmon aka qarang. Mana Usmon aka boringlar. Kel. Mahalliy palvon Azizbek palvon, Murod palvon. Bularni ham solimi 100 ming so'm. O'xtam aka. O Fozilga ber. To'g'riga boringlar Fozilga. Kel. Hay. Qaysi? O'ng qo'limda mahalliy palvon, Tunur palvon, chap qo'limda Aslida palvon. Bularni ham solim erkin 100 ming so'm mana. Erkin palvonga boringlar, kelamiz. Hozir men kel. Kelamiz. Kel. O'ng qo'limda Vosixdan Shamsiddin palvon, chap qo'limda Karamdan Ramazon palvon. Bularni ham solimi 100 ming so'm. Kim bekor? Qarang. Kel, anshuni, kel. Kel, olib kel. Kel. Parsizdan Dilshod palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda Chiroqchidan G'ulom palvon. Bularni ham solimi 100 ming so'm. O'xtam aka, qarang, mana shekalasi keng. Xaloyiq, o'ng qo'limdagi Muhammad palvon, Laziz Amirkan o'g'li. Bo'ldi, bu kurashni hali bilmaydi. Yaqinda bir o'yganda borgan. Chap qo'limda Parsizdan Bobur palvon. Bularni solimi To'yxonadan Amerikadan uzoqdan kelganligi uchun 500 ming so'm bo'ladimi? Ha, bilet puli bo'ladi, davay. Ket. Usmonga qarang. Usmonga qarang. Kel. Ya, dadasi bilmaydi, To'yxonadan. Kel. O'ng qo'limda Imron palvon, chap qo'limda Zohid palvon. Bularni ham solimi 100 ming so'm. Fozil. Boshima va Fozilga boringlar, to'g'riga. Kel. Hozir bizlar yosh bolalar olishtiraylik, sizlar kattalar keyin zotlaymiz. Kel. Mana shu qatorga kelaveringlar. Kel. O'ng qo'limda o'zimizni Parsizdan Jamol Hojin o'g'li Abdulloh palvon. Chap qo'limda Parsizdan Iqbol palvon. Bularni ham solimi To'yxonadan 200 ming so'm. Mana. Kim qaraydi, kim bo'sh? Bojon qarang shaqa. Voy, to'g'riga boringlar, yoqqa. Hozir jo'nataman. Kel. Kel. Danadan Dilshod, Parsizdan Ilar palvon. Ikkalani solimi 100 ming so'm.
Çekdimi? Halol. Maş halol yiqit halol. Kel. Kel. Muhsin, kenglar. Kel. 100 ming so'm bo'lardi ham savol, mahalliy palvonlar. Mana. Erkin, mana qarang. Yo, bu mehmon palvonni men chaqiraman. Bu yaxshi olishadi. Bu bola juda bir nimaroq men bilaman-da, kelamiz. Mash palvonga kim keladi? Kim olishadi? Katta zot qo'yaman, kenglar. Kenglar. Kim olishadi? Hozir qilamiz. Ke, Zalatoy ke. Ke, olish yoshing bir. O'tir, ke. Bilal ke, kim olishadi? Kenglar? Islom. Ke. Ana jo'nating. O'tirdi. Kimga? Amerikaliklarga 500 mingga bekar, Shashkakadan ham yana 200 ming, 700 ming, Uxtam akadan, tog'asidan 300 ming, 1 million bo'ldi so'g'aga. Olish kerak. Shamshat ke. Ke. O'ng qo'limda Baynaldan Ramziddin palvon, chap qo'limda Nusratullo palvon, Qorakamardan, ikkalasini solimi to'yxonadan 300 ming so'm. Katta palvonlar bilan 300 ming so'm. Islom keda baqa. Ha, Islom. Qaysi? Uxtam aka, ularga 1 million edi yana. Uxtam akadan Yo'ldoshevda yana 500 ming so'm, 1,5 million bo'ldi. O'zimizda mahalliy palvon Islom palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda Shamshat palvon. Bularda ham solimi kim bo'sh? 200 ming so'm. Fozil akanga bor. Fozil akanga kel. Kelamiz. Mahalliy palvon ikkalasiga. O'zimizga. Hozir. O'tir. Shimingni almashtirib kel. Kel. Parsizdan Sunnatullo palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda Parsizdan yana mahalliy palvon Mars palvon. Bularni ham solimi 200 ming so'm. Ashkaga qarang. Bitta mashinda puli tutishib qopti. Kim topib olsa kelsin, katta suyunchisi bor. Kobaltniki. Yana bitta bola yo'qolib qopti. Muhammad Ali. Ichki ishlar xodimlarida turibdi. Kelsin, bolasini olib ketsin. Kelamiz. Kel. Kichkanalar. Bizlarga hozir mana kichkanalar jo'natinglar-ki. O'ng qo'limda mahalliy palvon Hoji Akbar palvon, chap qo'limda
Hoji Palvon. Bularda ham solimi to'yxonadan 100 ming so'm kim bo'sh? Zokir. Ketdi. Berdi Murodim Shamshod Folman kiyiksin ekan. O'tiringlar. Bular kim jo'natdi? Sardor? Baynaldan Humayi Palvon. O'zimizning mahalliy palvon Manga berdi palvon. To'y bolalar. Bularda ham solimi 200 ming so'm kim qaraydi? Erkin qarang. O'tirib turinglar, Muhsin. O'ng qo'limda Muhsin palvon. Asilbek palvon. Bularda ham solimi Erkin. Erkin 100 ming so'm, mana qarang. Fozilga boringlar, ketdik. Mahalliy palvon, bularga ham 100 ming so'm kim bo'sh? Zokir mana. Ketdik. Mana shu bolacha yo'qolib qopti. Siroj akaning o'g'li. Muhammad aka kelsin. Hisob beringizlar, to'yxonadan yig'lamaydi. 1,5 million pul edi. Nech pul bo'lsa, o'sha kassada olib, boyagi aytganlar pulini bersin, nima qilasizlar keyin? Aytganlar pulini beringizlar, kim aytgan? Karamdan Ramziddin palvon chap qo'limda. Zohid palvon, bularda ham solimi 200 ming so'm. Fozil, qarang ikkalasiga. Aka mahalliy palvon, bularga ham 100 ming so'm. Erkak palvon qarang. Mana bu yoqqa. Kel. Hozir sal kattaroqda, bir ikkita sal mana o'rta me'yorda olishtiraylik, qolib ketmasin. Bular yoshi kattaroq bo'ldilar. Shamshir palvon o'ng qo'limda. Vosqitdan Jasur palvon. Bularda ham solimi 200 ming so'm. Qosim aka mana, qarang. Ketdik. Qosim aka qarang. Keqan Amirga nima bo'ldi? Muhammad aka. Bo'ldimi? 200 ming olding bo'ladi, malades. 700 zo'r pul olsa. O'ng qo'limda Asror palvon. Chap qo'limda Bilal palvon. Bularda ham solimi to'yxonadan 200 ming so'm. Kim qaraydi? Usoq akaga boringlar, Usoq akaga. Ketdik. Mana bir ikkita Sardor, mana bolalar qolib ketmasin mana. Ke, ikkalang, ke. Asilbek palvon o'ng qo'limda, chap qo'limda Elnur palvon. Bularda ham solimi to'yxonadan 100 ming so'm. Anaqa boringlar. To'g'riga, ke. Asilbek palvon Tarsizdan, Qorakama Shamshod palvon. Bularda ham solimi 200 ming so'm. To'g'riga bojaga boringlar, ketdik. Eshitamiz. O'zimizning mahalliy palvon Muhammad Ali palvon o'ng qo'limda. Chap qo'limda Muhammad Buniyam ismi. To'y bolani va to'y qilayotgan yigitlarning o'g'li, Sherolning o'g'li. Bularning solimi to'yxonadan 500 ming so'm. Bitta 500 minglik kek olib keling. 500 minglik kek. Alloh omadingni bersin. O'rtaga olishadi.
500 ming so'm. Olishiga qarab qo'shamiz. Ke. Ke, boshqasi. Bunga kalasi ham bitta nima ro'da, boshqa ke, hozir. Mana O'ktam aka 500 ming mana cheki. Hozir kattalash hozir bu yoqqa qo'yamiz mana. Ke. Ke hozir. Krosovka qo'yib ke. Qo'y. Ke. Mahalliy palvon yaxshi olishadi. Fozil palvon Kaminadan. Parsizdan nech kim? Soq palvon. Bularni ham solimi. To'lxonadan 400 ming so'm. Ko'rajamiz. Voy, mana shu palvonga kelsin, yaxshi olishadi, kelsin. Kim keladi yosh bolalardan? Islomga kenglar. Islomga kenglar, islomga. Yo, yosh katta-da, sizlar vislaring ham. Nodir Judoni o'g'lini yiqitib qo'ygan bola qanday? Oldingi safar ham buni yiqitgan ekan. Shu bolani chaqiringlar, olishtiramiz. Juda yaxshi anom. Rishod. Rishod kida? O'tirib tur. Endi bo'ladi 70 kilolik, 80 kilolik bolalarni olishtiramiz. Endi kelamiz. O'tirib tur. 2 marta olishdi. Hozir olishtiramiz. O'tiringlar, o'tir. Ke. O'ktam aka, bitta ikkita mahalliy palvonlar olishtiramiz. Ularni solimi 100 ming so'm. Ketdik. Ke Rishod, ke olishtiraman, katta zot qo'yaman, ke. Ke, men ikkalang, ke. Qora kamardan Bektemir palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Jardan Kamran palvon, bularni ham solimi. Norqov Ulug'bekning nomidan $50. Zokir palvon qaraysiz. Ma. Voy, bizlarni bitta o'sib kelayotgan yosh palvonimiz qolibdi. Zalotoy keldi bu yoqqa. Zalotoyni chaqir. Sardor, shunga bitta topinglar, yaxshi bo'lanki. Ke. Mahalliy palvon, to'y bolalarning egasi 200 ming so'm Qosim aka qarang. Ketdik. Usoqqa qarang, 100 ming so'm. Check-up qiling 100 minglik. Check-up qiling 100 minglik. Ke. O'zimizning mahalliy palvon Salohiddin palvon o'ng qo'limda, chap qo'limda. Kaminadan Saydalov palvon. Bularni solimi chek. Bularni solimi Ashkaka mana Ashkakaning nomidan 500 ming so'm. Alloh rozi bo'lsin Ashkakadan ham. Bularga qaraydi. Qozimaga qarang. Shular ketdik. Tez bor, ke. O'ktam aka, anchaga 100 minglik chek bor edi. Kimga beruvdik? Sizda chek yo'qmi? Soq aka, chek yo'qmi? Ma, Erkin, shuni bo'l. Voy, o'zimizning mahalliy palvon Bektemir palvonni yiqitdi, Luttagan o'g'li. Zotini bering $50. O'ng qo'limda Chiroqchidan Javohir palvon, chap qo'limda Toshkentdan Umarbek palvon. Bularni ham solimi. To'yxonadan 500 ming so'm. Bitta chek olib
500. Ashkaga qarang, olasiz. Bitta chek olib keling, 500 ming so'm. Toshkentdan Chiroqchidan Ashkaga qarang. Ashkaga bering. Kelamiz. Voy, Kobultda pulni tushib qolgan Kobultda. O'shani olib kelsan, pul beramiz, suyunchisi bor. Davraga menga olib kelib bersin. O'ng qo'limda Yakkabog'dan Anvar palvon, chap qo'limda Parsizdan Ozodbek palvon, bularni ham solimi Tulxonadan 400 ming so'm. Kim bo'sh? Bojonga boringlar, to'g'riga. Bojon qarang. Zokir bo'shmi? Mahalliy palvonlar, to'yvorlar 200 ming so'm. Ketdik. Ketdik. Kel. Yüz mingligi to'rtta chek olib keling. Usoqqa bo'shmisiz? Mahalliy palvonlar 100 ming so'm. Usoqqa qarang, chekini olib borib yuradi hozir. Kel. O'ng qo'limda Salmon palvon. Chap qo'limda Qora Karamtepadan Ibrohim palvon. Bularni ham solimi to'yxonadan 600 ming so'm. Kim bo'sh? O'shaqa nimaga boringlar? To'g'riga. To'g'riga. Bor, zotingda to'g'riga bo'ladi. Murod 30-7 maktab treneri Murod. Keda bir halol. Surxondaryolik palvon yiqitdi. Olishaman degan bola origa kelsin. Zotingni oldi, kel. Toshkentlik bola. Biz Surxondaryoliksan-da. O'ng qo'limda Nusratullo palvon, Usoqagan o'g'li Ahmedovdi. O'ng qo'limda. Chap qo'limda Jordan Shirzat akaning o'g'li Bunyod palvon. Shirzat palvon. Ikkalasini zoti 100 ming so'm olsin. Bularni solimi Tulxonadan 500 ming so'm. Chek olib keling bitta 500 ming. Juda yaxshi kurashadigan bolalar. Alloh omadini bersin. Bularni nimaga borasizlar? Qaraysizmi? Erkan. Fozil qarang, ketdik. O'tirib turinglar. Bular kim jo'natdi? Ke. Voy, o'ng qo'limda o'zimizda yosh o'sib kelayotgan mahalliy palvon Azbek palvon. Chap qo'lim Muhammad palvon. Bularni solimi Shirzat akaning nomidan 500 ming so'm. Ali Shirzat akaning nomidan. Men Usoq aka bir qarang, ikkalasiga ketdik. Kimlar? O'ng qo'limda Shahzabizdan Xudoyat palvon. Chap qo'limda Jizzaxdan Jafar palvon. Zafar. Bularga ham solimi Tulxonadan 500 ming so'm. Chek olib keling 500 ming. Va men olib boryapman. 500 ming so'm o'rtamaga qarang, o'rtaga. Juda yaxshi olishadi. E'tiborli bo'lasiz. Ketdik. Kel. Hozir Murodni 30-7 maktab treneri Murodga 500 ming so'm. Mana shu farzi bolalarni ehson qilyapti, olib ketsin. O'ng qo'limda Jizzaxdan Shohjahon palvon.
chap qo'limda Kamiladan Asilbek polvon. Bularga ham solimi 500 ming so'm. Zokir men erkin qarang. Alloh omadlarini bersin. Kel. 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 Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan So'hrab polvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. O'zimizning Dodiqdan Ruslan polvon. Bularga ham solimi to'yxonada 500 ming so'm. Kelamiz. Muhammad Ali polvon. O'ng qo'limda, chap qo'limda. Fazliddin polvon. Bularga ham solimni to'yxonadan 500 ming so'm. Man, jo'nating. Ustoq akaga boringlar, bor. Ustoq aka, to'g'riga. Bor. Kelamiz, kel. Hoji hozir. Chiroqchidan Muhammad Yusuf polvon. O'ng qo'limda, chap qo'limda. Shahzob Samandar polvon. 500 minglik chekopinglar 4-5 ta. 86-yil yigitlar 500 minglik chekopinglar 4-5 ta. 4-5 ta bering. Mana bitta. Ketdik. Kelamiz. Qizilchavradan Zokir polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda. Surxondaryo Bobush polvon. Bularga ham solimi 500 ming hozir qarang. Kel. Kel. Haloyiq. Mana o'zimizda mahalliy polvon Laziz polvon yaxshi kurashadi. Mana shu Parsizning yilidan. Laziz polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda. Chiroqchidan Erkin polvon. Bularda 500 ming emas. $100. Bitta chekib keling $100. Mahalliy polvon zo'r olishadi. Bularga qaraydi Zokir, bo'shmi? $100 chekdi olasizlarda mana. Laz chekdinglar. Alloh omadlaringni bersin. Ke. Voy, lazlarga olishmasdan turib, Parsizning bolalari yana 500 ming qo'shdi. Hozir pulini kim qarayapti? Zokirga olib beringlar. $100 500 ming. Laz olish, Alloh omadingni bersin. Kurash. Ke. Qizilchavradan Suraj polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda. Jordan Kamran polvon. Bularning solimi 400 ming so'm. Ustoqaga qarang. Zokir seniki qoldi. Erkin. Necha bizdan berib oldi? Akram aka keling, ishonma keling. Jamol aka bormi Hoji aka? Jamol aka keling. Jamol aka bo'lmasa Akram hamga beramiz, ishonmaga beramiz. Davrani bosh bakovuli. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين Allah Teala'ga hamdu sanolarimiz bo'lsin. Bizlarni mukarram inson qilib yaratgan, iymon ato etgan, sizni bizga islomni berib, Qur'onni berib siylagan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratgan mana oylarning sultoni bir oy Ramazon ro'zasini tutishni farz qilgan. Inshaalloh mana Ramazon ro'zalarini tutib chiqdik. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana kuni kechagina Eid Ramazon namozini o'qidik. Avvalo barchalaringizga mana Eid Ramazon hayitlari muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Allah Haq subhanahu va taolo hammalarimizni bir oy Ramazon ro'zalarida tutib chiqqan ro'zalarimiz, ibodatlarimizda hammalarimizdan Allah dargohiga husni qabul aylagan bo'lsin. Azizlar, bir Alisher Navoiy bobomiz hazratlarining bir ikki misra so'zlari bor. Har tuning qadr ulubon, har kuning bo'lsin Navro'z deydilar ul kishi Alisher bobomiz. Mana muhtaram azizlar, u kishi har tuning Laylatul Qadrdek ulug' bo'lsin, har kuning Navro'z ayyomidek shukuhli bo'lsin, xursandchilik bo'lsin degan bu bobomizning so'zlari bor. Muhtaram azizlar, hammalaringizga hayit ayyomi va fasllar kelinchagi mana Navro'z ayyomlari muborak bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zini bir hadis shariflarda ikki ne'mat borki, ko'p insonlar buni qadriga yetmaydi. Sog'lik, sihatlik ne'mati va tinchlik, xotirjamlik ne'mati degan. Muhtaram azizlar, yurtimiz tinch. Mana qo'shni mamlakatlarga qarang, qanday notinch bo'lib yotdi. Mana bu tinchlikni, mana bu shukuhli kunlarni qadriga yetishligimiz kerak. Buni shukrini qilish nima bilan bo'ladi? Ibodat bilan bo'ladi, yaxshi duolar bilan bo'ladi. Muhtaram azizlar, ibodat qilib, duolar qilib, yurtimizda, mahalla, qishloq, tuman, viloyat, O'zbekistonimizda mana shunday tinchligin doim deb Allohdan so'rashligimiz kerak. Azizlar, mana bugun mana shu 1986-yilda tavallud topgan mana ukalarimiz bir yil oldidan o'taylik. Mana shunday ulug' bir milliy bayramimiz Navro'z ayyomini chiroyli qilib beraylik. Mana elga, xalqqa bir duosini olaylik deb qarib 100 ta yigit 1986-yil tavallud topgan ukalarimiz mana shunday katta shukuhli bayramni tashkil qilibdi. Allah razı bo'lsin barchalaridan. Allah hammalarini umrini uzoq qilsin, martabasini ulug' qilsin, sarflagan moli davlatiga Allah behisob ne'mat bilan siylasin. O'g'illari katta kuyovlar, yigitlar bo'lsin, qizlari katta kelinlar bo'lsin, baxtli saodat bo'lsin, o'zlari kelinchaklari bilan qo'sha qarisin shu ukalarimiz. Muhtaram azizlar, hammalarimizdan umidvor o'tganlarimiz bor. Mana shu bayram qilayotgan ukalarimizdan umidvor o'tganlari bor. Ro'paramizda mana bu yerda qabriston turibdi o'tganlarimiz bor. Har bir milliy mana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kuchsiz ummatimdan kuchli ummatim avlodir dedilar. Mana farzandlarimiz shuncha yigitlar polvon bo'lsin, kuchli mana hozir 200-300 lar mana yigit bachchalar, mana boyish bolalar kurashyapti, shularni ko'rib odamni ko'zi quvnab turibdi. Kuchli bo'lsin, polvon bo'lsin. Mana hozir bir hammamiz inshaalloh mana milliy kurashni oldidan Allohning kalomidan bir ikki og'iz o'qib Bismillahirrohmanirrohim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم
خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله ربنا ورب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allah'ım Kur'an nazil bo'lgan Ramazon oyini kechagina tugatdik. Kur'an nazil bo'lgan Ramazon oyini hozirda o'qilingan kaloming nur bilan qalblarimizni munavvar ayla. Kalomingni bu dunyoga bizga hidoyatchi qilgin, oxiratda shafoatchi qilgin. Qur'oni tilovatlarimizda avvalo 1986-yilda ukalarimizda xonadonlari uchun xayrlik, fayzi futuhlik, barakatli Qur'on tilovatlaridan bo'lishligini nasib qilgin. Qur'oni tilovatimiz savobini mana bu shukuhli Navruz milliy bayramimizda mana qilingan mana shuncha yigitlarni yiqqan sarf xarajatlar savobini mana kecha Ramazonning oxirgi kuni muhtasham Osiyo to'yxonasida bir necha yuz kishiga mana shu ukalarimiz juda katta iftorlik ihson qilib berdi og'izachi. Mana bulardan hosil bo'lgan savobi samoratlar bilan avvalin oxirin qadim o'tmish payg'ambarlar ikki olamning oftobi shafoatgohimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning pok ruhlariga baxshida qildik. Ul kishining xos ummatlarini ruhfoklariga, ro'zadoran o'tgan, toatgo'y, ibodatgo'y o'tgan ummatlarni ruhfoklariga baxshida qildik. Mana shu ro'paramizda turgan qabristonda hammamizdan umidvor, duo umidvor bo'lib yotganlarimiz bor. Mana shu qabristonda yotganlar ruhfoklariga baxshida qildik. Mana shu bizlarni voyaga yetkazaman deb sovuq beshiklarimizni quchib, ibodatdan qop, balkim o'tib ketgan ota-onalarimiz bor. Shu kishilar ota-onalarimizni ruhfoklariga baxshida qildik. Allohim, mana bu ukalarimizdan umidvor bo'lgan o'tganlari bordir. Mana shu duoda ilohimin deb turgan hamma qora ko'z mana shu yerda jamoatdan umidvor bo'lgan o'tganlarimizni ruhfoklariga baxshida qildik. Barcha o'tganlarimizni oxiratini obod qilgin. Hozirda hayot bo'lgan mana shu duoda ilohimin deb turgan hammamizni Allohim rushdi hidoyatga boshla. Yanaki yil Ramazon oylarida saflariga saf qo'shilib hammalarimiz farzand nabira o'g'il qizlarimiz bilan mana bu ukalarimizni ham farzandlari ko'payib eson-omonlikda yetkazgin Allohim. Ulug' hayitlarga yetkazgin yana. Milliy bayramimiz Navruz ayyomlariga yetkazgin. Allohim, bemorlar bor uyda qanchadan qancha masjidga chiqaman tuzalsam, roza tutaydim, tarabbih namoz o'qiydim, milliy bayram Navruzlarga chiqaydim degan bemorlar yotibdi shifqa termilib. Mana shu bemorlarga shifo bergin. Mana yurtdoshlarimizning farzandlari safarda yuribdi, rizq talabida. Eson-omon rizqlarini mo'l qilib topib tutib, to'lsin, to'kilmasin, sog'i sihatlikda xonadonlariga kelsin. Allohim hammalarimizni iymon islomda sobit qadam ayla. Mana bu milliy kurashlar eson-omon o'tsin. Bakavullarga Allohim adolatni bersin. Allohim mana milliy uloq o'yinlari bor ekan, buni ham yaxshi o'tsin. Mana ukalarimizda 86-yil tavallud umrlarini uzoq qilsin, murodiga, maqsadiga yetsin. Mana shu milliy bayramimizda yanaki yillarda ham davom ettiraman deb turgan ukalarimizni ham Alloh niyatiga yetkazsin. Allohim hammalarimizni xonadonlarimizga yaxshi kunlar. Muhtaram prezidentimiz mana bu yil Ramazon oyida
1 trillion so'm ihson qildi kam ta'minlangan oilalarga. Masjidlarda xatim o'tgan qorilarga 60 milliardga yaqin summani ihson qildi qorilarga. Muhtaram yurtboshimizni va u kishini qo'l ostidagi barcha rahbar xodimlarini, tumanimiz hokimimizdan tortib viloyat boshlig'larimizlarini Alloh hammalarini ishlariga madadkor bo'lsin. Dunyomiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bu yilgi yerimiz dehqon, chorvalar uchun barakatli yillardan bo'lsin. Bahor ayyomlarida Alloh ob rahmatlarini mo'l bersin. Hammalaringizda qadamlaringizga hasanat, xonadonlaringizga Alloh xursandchiliklarni doim ato aylasin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bi fadlika va karamik bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Ishonbo. Ishonbo zotini bering. Akramxon keling. Qosim aka keling. Qolganlar Qosim aka keling ustoz. Endi sizlardan bitta iltimos. Hamma mana shu Leninta tortilgan-ku, kurashimiz chiroyli o'tsin degan bolalar, bu 86larning to'yi ihsoni. Mana shularni davrasini kurashmaga keldimi? Endi hozir biz paralab beradiganda Sardor Palvonni qo'yamiz. Sardor Samarqand viloyati sport shkolasi staj treneri. Mirjalol Palvonni qo'yamiz. Nuriddinni qo'yamiz uchalasini. Sizlar paralaysizlarda bizlarga jo'natib berasiz. Qolganlar davraga. O'ktam aka keling. Ikkalamiz birga o'qilamiz. Qaysi viloyat? Qashqadaryo, viloyat Chiroq tuman. O'zbekiston jamoat xo'jaligi partiyasi. Usoq aka, shu masjidga boring shu tomonga. Ha, o'rtaga, siz o'rtaga keling. Yo'l palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Fazliddin palvon, bularni solimi. Chek olingizlar, chek. Chek oling Sherali. Bularni solimi to'yxonadan 200 ming so'm. Zokir Usoq akaga boringlar. Jo'natinglar. Shahrisabzdan Akbar Shohpalvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Toshkentdan Asilbek palvon, bularni ham solimi to'yxonadan 200 ming so'm. Hoy, nimaga boringlar? Fozilga kel. Parsizdan Muhammad palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Husan palvon, bularni ham solimi 100 ming so'm. O'ktam aka qarang. Kel, tez. O'ng qo'limda Mars palvon, chap qo'limda Shamshir palvon, bularni ham solimi 200 ming so'm. Ketdik, Qosim akaga boringlar. Kel. Baynaldan Elbek palvon, Danadan Elshod palvon, bularni ham solimi 100 ming so'm. O'ktam aka qarang. Jo'natamiz, Sardor. O'ng qo'limda Doniyor palvon, Parsizdan, chap qo'limda Bunyod palvon, bularni ham solimi. O'ng qo'limda Surxondaryo viloyatidan Asilbek palvon, chap qo'limda Jordan Bunyod palvon, Shirzat palvon o'g'li, bularni ham solimi 200 ming so'm. Bobojonga borasizlar. Mana to'g'riga bor. Sardor jo'nating. Ha. O'zimizning mahalliy palvon Aziz palvon o'ng qo'limda, chap qo'limda
Yo, Muhammad, bu azizingdan kattaroqda. Bu men bunga kichkina bola bu. Gavda jussasi katta bo'lam kichkina. Muhammadga boshqa qo'yinglar. Qo'limda Parsizdan Sardor palvon, chap qo'limda Dodiqdan Davron palvon. Bularni ham solimi 200 ming so'm. Ashkaga bor, kel. Karamtepadan Ramziddin palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Chiroqchidan Rishod palvon, Muhriddin o'g'li. Bularni ham solimi 200 ming so'm to'yxonadan. Sizlar kim jo'natdi? Parsizdan Dilshod palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda. Ziyodulla palvon, 100 ming so'm, qarang. Qosim aka qarang. Hozir o'tirib tursin hozir. Bitta para bo'shasin keyin olishtiramiz. Nima bo'ldi So'q aka? Mahalliy palvon, Maqsud palvonning o'g'li Bulol palvon yiqitdi. Bular 86-yilda bolalar aytgan, juda chiroyli brosok qilganga limiti bor, ana brosokka qo'shib beriladi. Beringizlar. 50 ming So'q aka aytdi, 50 ming qo'shib bering. O'ng qo'limda Karamtepadan Kamron palvon, chap qo'limda Parsizdan Faxriddin palvon. Bularni ham solimi 200 ming so'm. So'q aka qarang. Qarang, mana to'g'riga. Kel. Bu Sardor bilan bular jo'natsa olishtiraman. Kel, jo'nating. Ikkita bo'yovchilar ekanda olishtiraveramiz bular. O'g'aylar, ha. Ikkalanga ikkita to'paylik. Mayli, yo'q. Mana nariyoqqa borasan. Olishtiraman. Kel bu yoqqa. Hozir 1 minut. Roshan kel bu yoqqa. Kel. Kel, laz bu yoqqa kel. Sizlar o'tirib turinglar. Ana. Tushundilaringmi? O'zlari bor shu mahallaning. Yaxshi zot qo'yaman. Sen mahalliy palvonni yiqitding. Men shahardan Mirjalolda buni tanlaysan. Kel, Mirjalol tasha. Kel, Ravshanni tasha. Ravshanga tayla, Tasha. Ravshanga tayla. Tasha. Parsizni bolalari-da, Parsizni bolalari dedi. Biz aqsha bo'lan yiqtyapsan. Kel, mana 3 ta Parsizni bolasi bor. Uchalasini bitasini tanlaysan. Ma'qulmi, olishtiramizmi? Olishtiramiz. Alloh omadingga bersin. Yechinib, taxlanib 10 minutda. Kel, zotini olib ber. Lazim o'tiringlar, taxlanib kelasizlar. Zotini beringizlar. Surxondaryolik bo'ladi. Jizzaxdan Shohjahon polvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda Kamiladan Asilxon polvon, erkin. Utkirdi nomidan 80lar, Utkirdi nomidan 500 ming so'm. Kurashamiz, ketdik. Kel. 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 Chap qo'limda Kamiladan Abdulaziz polvon, o'ng qo'limda
Chiroqchidan Muhammad Yusuf polvon. Bularning solimi. Bobur Hoji 91 nomidan Bobojon, yaxshilab qarasiz. $50. Alloh omadlarini bersin. Kel. O'tiringlar, sizlar bir ikkita olishdilaringda. Seni olishmang, olishtiraman hozir. Kel. Kim bu? Zokir Boshma. Haloyiq, eshitamiz. 1 minut. Sho'rchidan Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan Farruh polvon, o'ng qo'limda. O'zimizning mahalliy polvon, Ravshan polvon. Ikkalasining solimi $100. Ashkak olib keling. To'yxonadan $100 olib keling, bitta $100. Sherali. Nima bunda? So'ga zotini bering, Qosim aka. $100 bitta chek olib keling. Haloyiq. Bularning solimi kim bosh, Fozilmi? $100 to'yxonadan o'rtaga olsin, ustoz olgin. $100 to'yxonadan mana o'sha. Fozilning nomidan, Fozil polvonning nomidan yana 500 ming so'm. $100, 500 ming so'm. Ravshan polvon, Alloh omadlarini bersin. Kurashamiz. Yaxshilab e'tiborli qaranglar. Ketdik. Yakkabog'dan Mahmud Uspolvon kesin. Haloyiq, ichki ishlar xodimlarimizga ham Fazakadan 500 ming so'm zoti bor. Fazakaga 500 ming so'm. Keling. Fazaka keling. Fazaka keling. Shamshodlarga 2.200.000 bo'lgan. Yigirma ikkinchi kuni kommunizmda ertaga juda kattakan kurashi bor. Zoti nihoyatda ko'p. Hammalaringizni taklif qilamiz. Keyin yana 22 kuni Karamtepada juda ham katta kurash bor. Hammangizni taklif qilamiz. Ertaga ikkita avtomobili bor. Kommunizmdaginikini. Bu Karamtepadagini ham juda katta. O'tiribdim hozir. Sardor o'tiribdimsizlar hozir? Keling. Fazlaga. Fazlagan zotini beringizlar, fazlakaga chiqadigan yo'q. Ketdik. Endi Ashkaka olishtirdingizmi? Shamshodga. Buni qo'shdi $100 olib qolasizda, palonlar buyog'ini bo'lib berasiz. Hozir o'tirib turing. Ma. Yakkabog' Muhammad Do'st bormi? Yakkabog', kel. Kel. Mashina bitta topinglar, kenglar. Kim olishadi? Katta zot qo'yaman. Sardor bitta topinglar shunga. Buni ikkalasini jo'natib ber. Kim bo'sh? Toshkentdan Mashraf polvon, o'ng qo'limda. Chap qo'limda Shahrisabzdan Muhriddin polvon, O'zbekiston chempioni, ikkalasi ham juda yaxshi olishadi. Bularning ham solimi To'yxonadan Quvonch Amerikadan 500 ming so'm. Amerika chempionati qarab qo'y. To'yxonadan
nomidan 500 ming so'm, 1 million bo'ldi. To'yxonadan 300 ming so'm, 1 million 300 ming so'm bo'ldi. Alloh omadlaringiz bersin. Qosim aka, manshabga qarang, juda yaxshi olishadi ikkalasi. Tomosha qilinglar, yaxshi ko'rishadi. 1 million 300 ming bo'ldi. Ha, bu yoqqa aka. Muhammad. Bo'shmisiz ki? Ke. Mana ikkalasini olishtirmaylik. Qizil Chavradan Suroj polvon. Taminadan Asilbek polvon. Bularni ham zoti Qo'shdan Amerikadan 500 ming so'm. Mana ey, Usoqqa qarang. Omadlaringni bersin ket. Yo'q, unga boshqacha ketdingiz to'yxonaniki. Yo'q, o'tirtinglar, bitta mana ikkalasi olsin kesin. O'tirtinglar, olishtiraman. Sizlar olishtirlar. Bo'sh bakonlar bormi? Surxondaryodan, Sho'rchidan Suhrat polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda o'zimizning mahalliy Dodiqdan Abdulla polvon. Bularni ham solimi. Sarvardi nomidan 50 dollar. Ketdik. Alloh omadlarini bersin. Mahalliy polvon Salohiddin polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda Jardan Kamron polvon. Ashka katta chek olib keling. Fozil bo'shmi? Ashkaga olib keling chek. Ravshan polvonlarga 1,5 million bo'lgan. Olishinglar. Sashka akaning nomidan 500 ming so'm. Fozilga boringlar. Omadlarini bersin, ketdik. Qurultoydan Shamshod polvon, Parsizdan Donka polvon, Diyod polvon. Bularni ham solimi 300 ming so'm. Kim bo'sh? O'tirib turinglar, o'tiringlar. Mana 300 ming so'm. O'tirib turasan, keyin qaysi bittasi yiqitsa bo'ladi. Mana kurashda ashaddiy muxlisi Ilyos akaga ham bitta chek yozingizlar. Ilyos akaga ham bir olqishlar bo'lsin. Lazki. Abdulla polvonga 50 dollarini bering. Surxondaryo kel, erkin qarang mana shu ikkalasiga.
Haloyiq. Kelamiz. Optik. Boyqoatov Sardor $50 g'aznaga olib keling. G'aznaga olib keling. Kelamiz Surxondaryolik polvon. Jizzaxlik o'tirib turasiz keladi. Bo'shmi erkin? Kel. Abdulla polvon Dodiqdan 10 qo'lni. Yakkabog'dan Anvar polvon. Bularning sonimi Ilyos aka Kariyani nomidan 500 ming so'm. Mana ketdik. Nomad deymiz. Hozir ustozlarning ustozi Abdurash Palvon Mirzayev jahon chempioni 5 karra. Ko'plab turnirlar g'olibi. Ustoz bir keling. 86 yoshga kirgan. Keling ustoz. Bir tabrik so'z aytib berasiz. Keling qani. Soracağımızmı? Dikkat. Yılma. To'xta. Keling. Ustoz keling qani. Assalomu alaykum aziz kurash muxlislari, yoshlar, shogirdlar, mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun mana shunday ajoyib tuvada, mana shu tuvada ko'p kurashlarni ko'rganmiz. Nasibsa bundan keyin ham ko'raveraylik. Mana shu bugungi Navro'z qilayotgan yigitlar mana shunday kurash tashkil qilibdi. Iloho bundan bergan narsalarini Xudoyim taolo ajrini bundan 1000 barobar bersin. Yurtimiz tinch, osoyish bo'lsin. Mana kechagina bizlar kurashdik, bir pechak chayga kurashdik. Bugun sen tuya olyapsan, bugun mashina olyapsan. Bu Allohga 1000 barobar shukr, prezidentimizga 1000 barobar shukr. Mana shu men shunday deymanki, bizlar bosh olishgan davrimizda mana shunday davralar bo'lmagan. Lekin mana bugun mana shunday davralarni olib borayotgan mana shogirdimizga ming rahmat, mana chiroyli go'zal bo'layapti. Bundan keyin ham mana shunday chiroyli bo'lsin. Kurashimizda halol degan bir ibora bor. Men halollikni mana shunday bo'lsin. Payg'ambarimiz janobi Rasul akram Muhammad Nabiy sallallohu alayhi vasallam Rukana ibn Abdiyaz bilan kurashganda ashabalar aytgan ekan, sizni ustozingiz kim degan yaratgan Tangrim degan ekan. Tangrim bizga mana shunday halollikni beribdimi? Yigitlar halol olishinglar, halolli iborani tashkil qilinglar. Akram Xonisham bu. Sizni mana shu boshqa bo'layotgan ishingizga ming rahmat aytaman. Mana shunday siz qayerda bakronni o'sangiz chiroyli go'zal bo'lyapsiz. Parvardigor sizga kuch-quvvat bersin, aqlingizni bersin. Siz kurashgansiz. Kurashda halollikni doimo ishlab qo'llang. Hamma sog' salomat bo'lsin. Mana bundan keyingi bayroqni tashkil qilayotganlar, bayroq olayotganlar. Bundan da ziyoda kurish qilib elga bir o'zini ibratli himmatini qo'shyapti, bundan ziyoda bo'lsin. Ilohi amin. Yurtimiz tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Hamma mana shunday kurashlarni bersin Parvardigor. Payg'ambar Rasul akram Muhammad Nabiy sallallohu alayhi kurashgan mana shu davatni yetirishimiz kerak. Rahmat, salomat bo'ling. Hammaga to'y rahmat. Allohu akbar. Ustoz zotini bering. Rahmat. Qanday? Shamshod bir keldi. Shamshod bir kelmini oldimga. Chop. Tez chopda. Mansur ustoning nomidan senga 500 ming so'm zot. Alloh razı olsun Mansur aka, malades. Aka bularni yilini bir-biriga değiştirib ketdi aka. Bosim aka. Yilini Va Qosim aka. Ozroq olishtiring ustoz. Olishtiring, bular katta zot qo'yilgan. Olishtiring, keyin bil. Olishadi ya, olishmasa davraga chiqmaydi-ku. Olishadi. Olish 10 minut olishsin. Davra Alini maydoni. Yo yiqilish kerak, yo yiqitish kerak. Ma'qulmi? Bir olqishlar bo'lsin. Davraga zo'rlar olishadi, zo'rlar chiqadi. Shamshod, bu yoqqa.
Seni anavlaring juda ko'p ekan, meni zot deb olasan. O'ral ustoz nomida. Omadingni bersin, kel. Qora kama chekni yozdirsin. Kelamiz. Kel. Mirjalolga kelsin. Juda katta zot qo'yaman, kelinglar. Kelinglar Mirjalolga. $200 boshlanishi. Kelinglar, katta palvonlar kelinglar. Ana bir kelinglar. Mirjalolga bitta topsin. Sardar ana o'qinglar, topinglar. Kel. Kel, o'tirdim kelamiz. Kel. Amaki, Ishomojon, jo'nating, olishsin, bo'lmasa bo'lmay, kel. Haloyiq. Mirjalol palvonga olishtiramiz, katta zot qo'yamiz. Ta'minotdan Mirjalol palvon. Surxondaryo viloyati Sho'rchidan Erali palvon. Bu bilsangizlar men esimda, buni o'zim olishtirdim. Hey, Dodiqda kurashda qandaydir holat bo'lsa yutqazib qo'ydi. Origa olishadi ikkalasini. Ma'qulmi? Ikkalasini zoti yechim taxlab kelinglar. Hozir. Buyoq chalib turinglar. Bunyod 85 ta o'tirib tur. Bunyod 85 ta nomidan $100. Shular. Mehmonga beralmay. $100. Qizil bayroqda ertaga 23-kuni juda katta Navro'zi bor. Mana shu joyda bo'ladi. 91-yil bolalarning nomidan 500 ming. $100 500 ming. Kengisi Qalandori Bunyod akaning nomidan 500 ming so'm. $100 1 million bo'ldi. Yechinib, taxlanib kelamiz. Olishlaringga qarab yana qo'shamiz. Omadlarini bersin. Kel. Necha bo'lsa kel. Chekdan o'qing. Quchoqlashinglar. Ushlash, quchoqlash. Yo'q. Qiraman. Usoq aka quchoqlashing. Ikkalasi ham shu. Quchoqlashtiring. Hey palvon. Kurashinglar ey. Ustoz kurash. Yo, kurashmasa buning mehnatini sindirmasin. Zotni berib beringizlar. Bunga-da. Yo, ishlar. Narxlarni aytaman. Bo'ldingmi? Saatga tur. Ma'mur bizga. Ver 2-3. Ko'tar ur. 3 marta kasani. 3 marta kasani. O молодец. Yapqanjarmani o'rningni olish. Odam ekan. Ke. Muhammad Usker. Harakatlan. Ururma. Harakatlan bittan yiqilasan. Vaqt olasan. 500. Haloyiq. Yakkabo. O'ng qo'limda Yakkabog'dan Muhammad Do'stpalvon juda yaxshi kurashadigan chempion zo'r bola. Olishtiramiz. Shahrisabzdan Asror palvon. Bu ham O'zbekiston chempioni yaxshi kurashadigan bola. Ikkalasiga
Agar yana chut aylantirdim beraman. Tushundingmi? Prosta ol. Hozir to'xtang. Quvonch Amerikadan 500 ming so'm mana shular. Hofiz 87 dan 500 ming so'm. Ushladingmi? 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 To'yxonadan 600 ming so'm. 1 million 600 ming. Alloh omadingni bersin. O mashaqa olishamiz. Juda yaxshi kurashadi, ikkalasini olishlar. Nima bo'ldi? O aytdim-ku. Harakat qilsang yiqitasan deb. Ya qanday kanalsi? Sizga berdim. 500 ming. Ya men uni qo'yib beribman. 500 ming, 500 ming. Kamol Hojining nomida 500 ming aytilgan bularga. Mana. Kamol Hojining nomida. Soyib palon kelamiz. Soyib bir keda bu yoqqa. Ashka aka, tovoqni oldingiz. Dodug'dan o'ng qo'limda Abbos palon, chap qo'limda Jizzaxdan Zafar palon. Umurzoq Kariyan nomidan 500 ming so'm. Alisher Erkab Sobir aka nomidan 50 dollar. 500 ming 50 dollar. Usoq aka qarang. Zo'ridan hozir lazni beraman. Bo'lam. Ket. Lazni sherigi qani? Jizzaxlik bola ki. Soyibga Mirjalol, Soyibga bir bola topinglar olishtiramiz. Yaxshi bolani. Ke. Soyibga kenglar katta zot qo'yaman, kenglar. Mirjalol, ma. Men beqaq. Abror beqaq kel. Menga olib kel. Ustiga kiyib kel. Olishtiraman. Bu yoqqa kelsa tanishtiramiz-da buni. Lazni sherigi ki. Laz o'rtada turibdi, origa olishadi, kelamiz. O'ng qo'limda Asad palon. Yo'q, o'rtadagi Bakol Muhammado'z. Fozil nima bo'ldi? Olishadimi? O'rtadagi Bakolga quloq solinglar, e'tibor bilan. Asad palon o'ng qo'limda, chap qo'limda Behruz palon. Boyajon qarang. Salahuddin Domillar nomidan 500 ming so'm. Boyajon qaranglar. Abrorning nomidan, Nishonboy nomidan 50 dollar. 50 dollar 500 ming so'm. Voy ketdik. Alloh omadlarini bersin. Kel. Zokir 3 qo'l qo'ying. 3 qo'l. 3 qo'ldan keyin ajrattirasiz. 3 qo'l. Chiroqchidan Erkin palvon. Shamsabizdan Samandar palvon. Nurmatov Bahiddin akadan 500 ming so'm. Kim? Muhtam aka qarang. Voy ketdik. Kel. Shapkamni ichib kelaman. Kamran kel. Hozir.
mahalliy palvon. Ketdik. Alloh omadlarini bersin. Ketdik. Kamroq ol. Bo'ldi, turibdi. Hey, Lazni Xamiray kelsin, Jizzaxlik bola. Jizzaxlik bola ke. Jizzaxlik bola ke. Hozir sizlar bir o'tirib turinglar. Ana u. Bushmakol bormi? Muhtam aka, Dodug'dan Talant palvon, o'ng qo'limda, chap qo'limda Shahzabizdan Xudoyberdi palvon. Bularning ham solimi. Buvajonning nomidan 500 ming so'm. Kel. Kimlarim? Chek aytilganmi? Muhtam aka, bo'shmisiz? Ey, Aziz. Halayim. Katta zot qo'yamiz. Qancha bo'ladi? Qancha o'qiymiz, to'xtab tur. Mana halaq o'zimizda Qashqadaryomizda yaxshi olishib kelayotgan Mirjalol palvon. Surxondaryodan Erali palvon. Ikkalasining solimi $100 1 million. Muhtam aka, o'zingiz qaraysiz o'rtaga. Qaranglar. So'raga bering, ketdik. So'raga bering. Masharga olishadi ki. Las qani, paras. Bo'ldimi kim? Havaya! İştamiz, 1 minutda ishtamiz, 1 minut. Ke. Havaya! Hozir o'zimizda Umarbek palvon mahalliy palvonni yiqitdi. Origa o'zimizda Lans palvon chiqadi. Bularni soni Toshkent viloyati Qashqadaryo. Opking 1 million zot opking. Hozir. Yanchar? Ha. Yanchar nomidan 1 million so'm ashkaga qarang. Yancharlarda. Yancharlar nomidan 1 million so'm. Yilbek raisi nomidan $100. Shirzat nomidan yana 500. $100, 1 million, yana 500 ming so'm. Общийdaga 3 million. Muhtam aka, o'rtaga masharga olishtiring, masharga. Alloh omadlaringni bersin. Kuch-quvvat bersin mana o'rtaga. Hozir kim? Kim bor? Farsizdan Ozodbek palvon o'ng qo'limda, chap qo'limda Dodug'dan Bektemir palvon. G'olib 87 ning nomidan 500 ming so'm. Qosimaga qarang. Azamov Abbosning nomidan 1 million so'm. Qosimaga qarang. Voy, Mirjalollarga yana bitta priz Nodir Judoni nomidan yana qimmat $100lik Spartika. Zotini bering, bosdimi? Alloh omadingni bersin.
Agar orriga olishaman degan Surxondaryolik kelsin, Mirjalolga kelsin olishaman degan. Ketdik zot. Gidi ol ke nima bo'ldi? Laziz polvonga o'rtarsardi bir olqishlar bo'lsin. Malades, Alloh omadini bersin. Laziz polvonga to'xta kelas. Lazga. Havoyib. 86 sizlarning nomlaringdan yana 1 million so'm qo'shib beringlar. Ma'qulmi? Alloh omadingni bersin. Asqar brigadir nomidan 100 ming so'm Lazga keldi. Do'y, ketdilar. Kurash. Ke, Laziz ke. To'g'ri, zotingni olib kelasan. Zotingni olib kelasan. Lazizga kelibdi o'tir. O'tirasan, olishtiraman. Ket. Alayh, bobojon, bo'shmisiz? Mana Komsomolning o'zimizni bola olib ketdi. Bittaga ruxsat beramiz. Ikkalasini yana qaytadan qo'yasiz. 85-yil yigitlar nomidan 50 dollar. Yana Abrorxon Eshonboy nomidan 500 ming. Yana qayta zot qo'yildi. 50 dollar 500 ming. Abrorxonga bir olishlar o'zim. Malades Eshonboy. Kelamiz. Voy, Barkamol polvon yana olishtiramiz. Boya bitta yiqib turdi. Barkamol polvon. O chap qo'limda Jordan Ramziddin polvon. Xurromov yo'lchining nomidan 91-yil. So'g'aga qarang 50 dollar. Men so'g'aga boramiz. Ketdik. Qo'shamiz 50 dollar. Kel. So'yib kel. Oy, haloyiq, Surxondaryodan Bobush polvon juda yaxshi kurashadi. O'zimizning mahalliy So'yib polvon. Bularda ham solimi? Husniddinning nomidan 50 dollar, to'yxonadan 500 ming olib kel. 50 dollar 500 ming olib kel. Alloh omadlarini bersin. To'g'ri Zokirga bordi. Ketdik. Voy, 500 ming pul olib kel. Husnuraysga bir olishlarimiz. Malades. Hozir yigitlar. Hozir bir turamiz, turinglar, bir orqa qaytinglar. Va 1 minut olish to'xtatanglar, 1 minut, 1 minut. Turamiz. Hozir orqa surib, tartibli bo'lsin, turamiz. Turamiz yigitlar, ey. Va 86, ey. Sizlar bizni ham sal turinglar aqqa. Turinglar. Va kurashimiz kechgacha davom etadi. Zot ko'p. Hey, Ulmoutdan Shohjahon 5-sini bola yo'qolib qolibdi. Mana shu joyga kelsin. Meni oldimga kelsin Shohjahon. Kelamiz Shohjahon. Bular qanday turg'izamiz? Bari bir turg'izib beringda bir surinizdan. Bilmaysiz? O'zimizning mahalliy polvon Bektosh polvon o'ng qo'limda, chap qo'limda Toshkentdan Mashina polvon. Yo'qmi? Ana olib keling.
uchta. Azimov Hofizning nomidan 500 ming so'm, Hojatjani uni. Fozil Palvonning nomidan 500 ming so'm, 1 million. Ha? To'yxonadan 500 ming so'm, 1,5 million bo'ldi. Ashkaga qaraysizmi? Bo'shmiz. Omadlaringiz, mana shu ko'rishamiz. Kel. Azimov Abbos 1 million pulni olib keling. Erkin 1 million bering. Mana chekni oling. Haloyiq 1 minut eshitamiz, 1 minut. O'zimizni mana mahalliy palvon Abror Nurmanov O'zbekiston chempionatini yutib, yaqinda Osiyo jahon chempionatiga ketadi. Kurashtiramiz desak, tirama olishi mumkin. Mana shu bolaga mana shunday elimizda palvonlar ko'payib yursin. Shogirdimiz yoshligidan tarbiya qilamiz. Mana shunda to'yxonadan 500 ming so'm olib kelingiz. Bo'ldi. 500 ming to'yxonadan olib keling. Abror kel. Acha bu o'tir. Haloyiq, mana shu Abror inshaalloh jahon chempionatlariga ketadi. Yorug' yuz bilan O'zbekistonimizni bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib, Alloh birinchi o'rinni nasib qilsin. Amin, Allohu akbar. Ko'pchilik duosi kesadi. Alloh omadingni bersin. To'yxonadan 500 ming chek, olib kelsin.